Ha, Salohiddin. Kuching ko'payib ketdimi? Yo'q. Ne, Fayzidan tepyapsan? Qochyapman-da. Ha, qochish kerak bu. Yo'lga chiqib qolyapman. Yo'lingdan chiqsa tepasanmi? Ha? Fayzidan ne tepyapti seni? Bilmayman, o'zida o'zi tepyapti. Ne, nakazat qilyapsan tepsa? Ushmaydigansiz o'shanga. Kichkina deb urmayapsanmi buni? Ha? Sen kuchayib ketdingmi? Yo'q. Ha? Yo'q. Meni tepasan o'zingdan kattani. Seni kichkina deb urmayapti ekan. Meni urishmasin deb seni urmayapti ekan. Ha? Nega? Keyin bularni ukasi ko'chada ushlayapti ekan. Ha? Ularni uryapti ekan. Kimi? Ukasi ularni uryapti ekan. O'zini ukasida xohlasa uradi, xohlasa urmaydi. Seni nima ishing bor? Ha? Seni nima ishing bor, Salohiddin? Ne, tarbiyang buzilib qoldimi? Tarbiyang buzildimi? Ha? Ikkinchi ko'rmay o'zingdan kattaga sakraganingni, tushundingmi? Urganing, tepganing, yaxki Fayziddin. Kechiring endi. Kechiring. Quchoqlab qo'y. Kechiring aka deb yaxshilab quchoqla. Ha, yaxshilab ikkita qo'lda quchoqla. Kechirdingmi? Keyin safar senga oyoq qo'lini ko'tarsa, urmoqchi bo'lsa, kallasiga bir ur, tushundingmi? Men javob beraman. O'zidan ketmasin. Tushundingmi? Tushundingmi? O'zingdan kattalarni ham, kichkinalarga ham sakramagin. Tushunding? Kelib indamay trenirovka qiling. Kelisha oldikmi? Xafa emasmisan? Urmadimmi? Davay, ket.